Balidagi Instagram'da eng zo'r otel va villalarga borjak bo'lsangizlar, Pangaea Tour aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa yana navbatdagi klientlarimizga dim lyuks tur taklif berdik. Klientlarimiz 4 kun davomida Ubud tog'ida, ya'ni o'rmonlarning ichida joylashgan villada dam oladilar. Bundan keyin esa 3 kun davomida plyajning bo'yida Luxury otelda qolib, relaks etadilar. Shundan keyin 3 kun davomida Kuala Lumpurda undan zo'r otelni olib berganmiz. Zavtraqlar bilan dam olib bo'lib, uyga qaytib keladilar. Eng qiziqli yeri esa перелетlarni, xullas hamma narsasini eng zo'r, eng komfortlaridan taklif berganmiz. Xudo xolasa sizlar ham Baliga dam olishga ketjak bo'lsangizlar, bemalol o'zlaringiz aloqaga chiqa olasizlar. Sizlarning xohishingiz va byudjetingizdan kelib chiqqan holda tur paketlarini tanlab berib bilamiz. Charter reysda 22-maydan boshlanadi. Unda lekin faqatgina bir hafta davomida Balini o'zida dam olib kelasizlar. Agar eksklyuziv etib ham Ubud tog'ida, ham plyajning bo'yida dam olajak bo'lsangizlar, bizlar aloqaga chiqasizlar, cho'tkatib, dushtirib beramiz. Ofisimiz azangi 9 dan kechki 6 gacha ochiq bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaveringlar.